joydamda 4 sotixli xonadon topib qo'ydim aka. Hamma kommunalkalardan muammosi yo'q joyda. Gaz, suv, svetlari hamma yo'g'i bor aka. Mana shunaqangi kattej forma qilib solingan. Hamma sharoiti bilan aka. Shundoq kelasiz-u, yashashni boshlayverasiz. Ozgina o'zingiz bitta kosmetik remont qilib olasiz, yashashni boshlayverasiz. Xo'p, mana asosiy robotdan kirdik aka. Kirishimizga bitta yopiq garaji bor. Bu tomonda mana so'rilarni qo'yib, oilaviy ovqatlanib o'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi. Bu tomonga mana bitta tashqi tomondan o'choq qozoningizni qo'yib olasiz aka. Yozgi oshxona qilib olsangiz ham sharoitlari bor. Oldi tomoni keng, fasad. Xo'p, orqa tomonda o'zini kichkinagina hovlichasi ham bor. Mana bu yerdan asosiy eshikdan kirishimizga asosiy mana kattej forma qilib solingan xonadonimiz, kirishimizga mana shunaqangi yo'lak qilingan, yo'lagi ham keng tashalgan aka. Kirishimizda mana o'ng qo'lda mehmonxona aka. Mehmonxonani ham ozgina o'zingiz uchun bitta kosmetik remont qilib olasiz, hamma sharoitlariga ega. Bu tomoni, mana bu tomonda so'g'ir buloqdan kelsangiz ham bo'ladi. Bu joydamda, lokatsiyasi ham zo'r joyda aka. Xo'p, endi bunisi kirishimizda chap qo'lda o'zini bitta oshxonasi aka. Oshxonalari ham yaxshi holatda turibdi. Bo'ylari yopishtirilgan. Chiqdik, mana chiqishimizga bitta sanuzeli bor. Bu tomonida ham bitta xonasi bor. Xonadon egalari borligi uchun bu yerda videosini ola olmadik. Bu yerda mana spannis. Detskiy qilsangiz bo'ladi aka, detskiy uchun sharoitlari yaxshi. Manzilimiz Farg'ona shahar joydamda, bu so'g'ir buloqda yonida 4 sotixli, 4 ta xonasi bor, gaz suv svetlari hamma yo'g'i zo'r, lokatsiyasi ham zo'r joyda. Xo'p, o'zini oldida soyi ham bor, oqin suvlarigacha bor. Xo'p, narxini 53.900 ga baholashyapti aka. Bitta kelib ko'ring aka. Narxini ozgina tushib beradigan joy bor.